Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, yana bir chiroyli temir qafaslarimiz tayyor bo'ldi. Qafasimiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Qafasimiz mana portichkalari va ichki ko'rinishlari mana. Jami 12 dona gnezdosi bor. Qafasimiz razmerlari balandligi 2 metr, uzunligi 1.20, ich kengligi ham 1 metrga ajratilgan qafasimiz. Eshiklari ham mana bemalol odam kirib chiqish uchun xalaqit qilmaydigan darajada keng holatda tayyorlangan va pollari ham odam kirsa bemalol ko'taradi. Stalnoy rangda kraska sepilgan. Oldiga, yon tomonlari esa mana shokolad, tomlari qizil ko'rinishga ega bo'lgan temir qafasimiz. Bunisi esa mana chokko rangdagi shokolad svetdagi qafasimiz. Razmerlari balandligi 2.15 cm, uzunligi 1.70, yon tomoni 1.60 cm ga ega bo'lgan qafasimiz. Mana portichkalari ham keng holatda bo'lgan. Jami 16 ta gnezdosi bor. Alohida esa tagida juplash xonalari mavjud, ikkiga ajratilgan. Shifr ostidan falka qog'ozlarni qo'yganmiz. Eshiklari arka holatda mana. Ichiga kiramiz, bemalol ko'taradi odamni. Bunisi ham. Uyalari ham 30 ga 40 cm keng holatda bo'lgan. Va eng pastki tomonida ikki tarafga juplash xonalari ajratilgan. Eshiklari qulflanadi mana. O'ng tomon va chap tomonga ham shuni o'zida mana joylashtirilgan. Bu yerda kabutarlarni parlab turli zot olish mumkin. Eshiklari manzilimiz Namangan viloyati Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Telefon nomerlarimiz 94lik kodi bilan 273 73 53. Barcha turdagi sifatli darajadagi temir qafaslarni tayyorlab yetkazib beramiz.